Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun kvartirani zo'rini topib qo'ydik. Ikkita lifti bor domda. Domni o'zi ham juda chiroyli. Bu podyez emas, bu futbolni plashatka bu. 175 kvadrat xonani 3 xonali qilib qo'yilgan. Mana xonani ishi. Mana bu hol, kattagina bitta katta va haybat hol qoldirib ketgan. Shunday kirganda o'ng tomonda razdelni sanuchilimiz ham bor. Plus yana bitta kladovka ham qo'yib ketgan. Mana bu esa tualet. Aytganimdek, mana bu kladovka. Kattagina kladovka qo'yib ketgan mana. Kafil qilib. Bu esa общий vanna. Stoячий dush qo'yib ketgan. Mana rakvina hamma narsalarni qo'yib tayyorlab ketgan. Mana bu esa vannamiz. Juda ham zo'r qilingan. 3 xonalikni juda katta qilib, semeyni qilib 175 kvadrat o'zi katta narsa bilasizlar. Mana shunaqa katta bahaybat kuxnya qilgan. Mana bu kuxnyamiz oq полностью tayyor мебелизированный. Bu esa zal. Xonamizning oynalari juda ham zo'r. Shunday ko'rishga va shahar ko'rinadi. Bu esa kattagina zal, двухконтурный котел qo'ygan, полностью теплый отопление hamma narsalari qilingan. Bu tomonga kirganimizda bitta детский qilingan. Mana bu esa детский. Mana shunaqa bitta детский qildirgan. Bu esa 3-xonamiz. 3-xonamiz взрослый spalnya. Juda ham kreativni qilingan. Nima uchun? Mana shunaqa oynalar bilan spalnyamiz полный oyna va oynalik bitta mana shu yerga sanuchil qo'yib ketgan. Отдельный ванна, отдельный унитаз, отдельный rakvina. Mana bu esa vid. 150 ming dollar deyaptilar. Yana kelishtirib beradigan joylari bor. Adresimiz bu tomonda Karimbek, bu tomonga esa Atlasga borish, yagona darichani domi. Pastda nomer telefonni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz ham bo'ladi.